Xorazmni galini bo'g'animdan keyin go'mma pishirmakni o'rganmasak bo'lmaydi ekan. Uni shorillatib solib olib, dana tuxumimizni amallab choqib olamiz. Tuz sapib borib, aralashtirib olib, unimiz bilan guch sinashamiz. Amallab erimi yordami bilan zakkonni xamir qarib olamiz. Janimizni miskaga solib olib, aralashtirib olamiz. Xorazm sirkidan qochgan fokuslarni aytib olib, gözimizni sidikini aqizmay, Piyozni archishni boshlaymiz. Keyin mog'a erim Xorazm dasgisini o'ynashni o'rgatib turadi. Likillab piyozlarimizni dumdumaloq qilib tura olamiz. piyozni o'zi sihaqdan chiqarishimiz kerak edi. Sihaqimiz org'uyimizda qolgani uchun mayda etib do'rab oldik. Duz sapib yaxshilab g'ijimlab tashlaymiz. Yana kallamni qimirlatib olib, erim bilan raqsga tushib olamiz. Yanimizda olib qo'yib, xamirni yoymoqqa o'tib olamiz. Uzun etib boshda qo'l bilan yoyib olib, bir chetidan shuni etib kesamiz. Hammasini una bo'lab aralashtirib tashlaymiz. Bir donadan yoyib olib, ichine ozgina ijon solib, chetlarini yopib olamiz. Ruslar buni chiburek deydilar, Xorazmda go'mma deydiganlar. 35 ming dona go'mma tayyor etib olib, qozonimizga bir baklashka yog'ni solib, yog'imizni yaxshilab qizdirib olib, go'mmalarimizni solib boramiz ichine. Chis Xorazm galini bo'lib, go'mmalarimizni shuni chiroylatib pishirib olamiz. Umid o'zi hamma ovqat bilan piyozni xususlab yeydi. Go'mmadan bu siz yeb bilmadim. Xorazmni galinlari kommentariyada bir baho berib qo'yinglar endi. Sizlarni so'laklaringizni oqqizib endi yeyman bularni. Menga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin.